شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Hürmetli qarindoshlar, biz oldingi soatlik darsimizda Banu Isroilda yuz bergan kala voqealigini so'zlab o'tgan. Kala voqealikning sababi haqida to'xtalmagan. Nima uchun bu kalani o'ldirish bularning ustiga majburiyat bo'lib qoldi? Allah nima uchun bularni kala o'ldirishga buyuruydi? Bu haqda to'xtalmagan. İnşallah bugünlük dersimizde yeni Sure Bakara'nın 72. ayetinden başlap bu vakalık bayan kılındı. Bu vakalıkni bayan kılıp Allah Subhanahu ve Taala davatıdı. Ve iz qataltum nefsen feddara'tum fiha vallahu muhricum ma kuntum tektumun. Yani ölüp ketken adamның, halaka öldürülgen adamның vakalığı kelsek esimanda vakalık. Aldan saatimiz azraq bir qısırıp ötkende qalğan. Bani İsrail'den bay bir adam bulup bunun miras alıdığan hiç qandaq balası yok. Bu adamның tuqqalları var. Tuqqallarının her biri bu adamның mal mülkiga erişishni o'ylaydi. Hammadan bilganimizdek pul mal oltin kumush Bani İsrailning hayoti. Shuning bilan bu bay adamga qarindishning o'g'li suiqasd qilib, bunun pul mallarga ega bo'lib miras elish uchun bu odamni o'ldirdi. Ama o töhmetni o'zidan yiroqlashtirish uchun jasadni ko'tarib qo'shni kanatning eshikdiga tashlab qo'ydi. Bu bayni shu kanatning ahli o'ldirdi deb töhmet qilish uchun. Attigini qo'shni kanatdagi kishilar turib bu bayning jasadining o'zining kanat eshiginin oldida, darvozasining oldida ekanligini, buning bu kanatdan yot bir odam ekanligini ko'rib, bu odam kim u deb so'rab, oxirida shu odamning qarindishining o'g'lining qishig'i bor edi. Masalan, tuqqiningkan bizning kanatning eshigining tubida o'lik beti yotidi. Shuning bilan bu o'lib ketgan odamning, bu o'ldirilguchining ahli yig'ilib al kanatdagilarni, halaqa jasadni olib kelganlarni shuni o'lta deb tuhmat qilishdi. Bularning ichida mush tuhmat qilishda eng qizg'in, nihoyatda chin to'g'ini shu qotilning o'zi, ya'ni qarindishning o'g'li Ashbak ching turdamdi. Oyatning o'zida shu ahvolat tilg'anadi. Va iz qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Öz vaqtida sizlar bir odamni o'ltirdinglar deb bo'lib, faddara'tum fiha. Bu odam haqida o'zaro ittirishdinglar, ya'ni. Tuhmatni men emassan, o men emassan, bu uning ittirdi, o buning ittirdi, mustaqillikdinglar. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Sizlar yushirayotgan ishni Alloh subhanahu va taolo qana qiladi, ochidi bu yerda deydi. Ya'ni bu oyatdagi iddaratum fiha degandagi dara'a degan fil asli lug'at ma'noda bir narsasidan qachon kelgan vaqtida, bir narsadan qachon kelsa, har bir odam uni o'zidan inkor qilib boshqalar tarafiga ittarsa, bu dara'a bo'ladi. Ya'ni ittirishgan. Ya'ni iddaratum degani sizlarning har biringlar bu jinoyatni o'zidan ittirib hammadan nima deydi? Men emas deydi, ya'ni. Men o'tamidim deydi. Mustaqillikdan sizlar deydi. Bu yerda o'zidan boshqa birovni ayiblash, tuhmat qilish yoki uningga jinoyatlash, ayiblash zarur emas. Muhimi o'zini mudofaa qilish, ya'ni men emas. Men o'tamidim deyish bu muhim o'rinda. Ikki kanatning ahli hisobda qaysi kanat birisi
öldürülgen adamning kenti, yani birisi şu aldıda ceset tepilgan hele kentning ahli, muşta her biri bu cinayetning gumanini özüdün defi qilib, belkim başqalarga ishtirish, başqalarni ayıplashga tirish deydi. Meni emas deydi, muşta ahvolar bo'ldi. Bu yerda muayyan bir ayıplashni kuchlantiradigan keskin delil yok. Hech kimning delili yok. Belki deliller yok, yo'qolib ketaglik. Anda o'gandan bu yerdagi jinoyat gumondarlikni muayyan bir shaxsga yoki muayyan bir kentiga palani deb qaratish mumkin emas. Palan o'ltirdi bugun mumkin emas-da. Shu vaqtdagi qonun endi, shariat nima desa, shuni aniq bunda ko'rsatdi bu masalaga qarata, shu vaqtdagi qonun bunda ifodalaydi. Ya'ni bir kentning ikki tuvida birdan o'likdan birisi tepilsa, bu o'likninki, bu o'ldirilgan odamning qotiliga topolmasa, ya'ni qotiliga boshlab qilammi dalil olmay qolib qolsa, dalil keltirilmasa, dalil tepilmasa, şu öldürülgen adamның kenti ve ehli beqinida, qeşida ölük tepilgan kentinin kişilerinden 50 adamını açıqıdı. Bula öldürmedi, öldürgücüsünü okumaydı dep qasam qılıdı. Eğer o kentten çıkıdığan adamla 50 nazap qalsa, qanchalik olsun şunchalik tekrarlap qasamni 50 gapirdi. Şu vaqtdagi qonun shunda aytdi. Ish qilib 50 dona qasam qilinadi. Biz o'ltamidik, biz uqmaymiz deb. Ya'ni bular buni o'ltamidik, qotilni tunimaymiz deb qasam qiladi. Ya 50 odam qasam qiladi, 50 nazop qolsa, cho'qim qasam qilgan qatim soni 50 ga boradi. Shu vaqtida ashta qasam qilib masala ayrılsa, hech qanday dalil paket bo'lmagan ahvol ostida bu o'ltirilgan odamning kafarati deytini Beytul Mal ustiga oladi. Yani hazır qiliqi, hükümet maliyesinden çıkır diyendek gapimdi. Muşta şu vaqtdagi qonun shunda aytdi. Ama hozirgi ahvolda mushadamning voqealigida mesele shunda ayrilishi mumkin. Ama Allah bu yerda boshqa bir narsani iroda qildi. Yani bu jinoyat orqali Banu Isroilning qiyomatga bo'lgan inkoriga raddiya qaytmoqchi. Mush orqali bir ishlarni o'tirg'a chiqmoqchi. Banu Isroilning qiyomat bo'ladi, ahiret günü istemeden tırılıdı diyenge boğan işencisizlikini yo'qotmoqchi. Banu İsrailning oldida meyittin bir orundan turup, o'zining qotilining ismini so'zlaydigan bir holatni Allah o'tirg'a kelmoqchi bu yerda. Yani bu Banu İsrail qilgan Allohning bir ne'mati amaliyotda. Ularga bir pakt ko'rsatishi bu. Yani bularning tirilishni o'zi tirik holatda turib ko'radigan bir holatga kelmoqchi bularni. Tirildi ya o adam hele talep boyunca kılınsa tirilmekçi adam. Şuna Allah subhanahu wa ta'ala deydi. Wallahu muhricum ma kuntum tektumun. Allah sizler yuşuruvatkan işini oturuğa çıkarıp deydi. Yani Banu İsrail ya ki cinayetini qilganlar bu iş mahfi şekilde qap qalıdı. Hiç kim bir narsa bilmeydi deb turib qilgan bu cinayetini. Allah bunu çıkardı yani. Şuna tağısının oğlu olan yaş kilip tağısını öttedi. Hiç kim bilmedi. Cesetini qarang'u kechining qarang'uligida maxficha ko'tirib, jasadni olib chiqib, hech kim ko'midi uni. Qo'shni kanatga apadi, jasadni qo'shni kanatning ishkining qishig'iga tashlab qo'ydi. Qo'shni kanatdagilar shu vaqtida uxlayotgan mazgil. Chayliqcha qaytib keldi bu, yushin maxficha qaytib keldi. Ahvol bu. Bu mushapati qap qoladi, mushtalam tugaydi bu ish deb o'ylashgan bo'lar. Ammo Alloh buni o'tirg'a chiqardi. Yani muşu basqışlarının hemmisi, yani onu qilib, bunu qilib, maxficha o'ltirib, ayaga yapıp tashlab qo'yish qatorliqlarning hemmisi qotilning nazarida bu jinoyatni tutuq shaklda mangu echilmaydigan, buning maxfiyligini hech kim bilmaydigan holat qilib qoldi deb qaraydi uning kallasida. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala buning boshqasini yarata qildi. Yani bu ishni ochmoqchi bo'ldi. Yani jinoyatni munozirga yo'l qo'ymaydigan, munozir ketmeydigan usul bilan etishni irada qildi. Shu vaqtning o'zida yana meselani ahil shaklda etishdan boshqa Banu İsrailning tirilishga qarata qilgan inkoriga rad qaytardi Allah subhanahu. Unda ularga tirilishni aynı shaklda ko'rsatish, ular tirik holatda o'z ko'zi bilan bir odamning tirilganini ko'rib turib, andan bu asli tirildigan ishkanda deydigan bir holatga akilish uchun Allah subhanahu va taala bu ahvollarni bu xil shaklda irada qildi. Shunalab ahvol qanday oldu?
bir adamni o'ltirdi. Bular o'zaro orasida men o'tdim, sen o'tding, sen o'tmading, men o'tdim deb ixtilof qilishdi. Alloh bularga nim dedi? Faqul nadribuhu bi ba'diha kazalika yuhyillohul mauta va yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun deb bularga bu xil shaklda yo'l ko'rsatdi. Ya'ni biz dedikki, sizlar ash o'likning parchasi bilan nima? Haligi kalining parchasi bilan kalini o'ltirishga buyurdi emasmi? Kalining parchasi bilan o'likni o'ringlar. Şu vaqt o tirilib bizning qotilini so'zlab turdi. Mana shunga o'xshash Alloh subhanahu va taolo o'liklarni tirgizdi, sizlarga o'z pokitini ko'rsatdi. Bu orqali sizlar aqlinglarni tepib qilishinglar mumkin dedi. Ya'ni Banu Isroilning o'tirida ixtilof keskinlashdi. Cho'ng fitna yuz berishga ozla qoldi. Shuning bilan bular Musa alayhisolamning qashqa iltijo qilishni qaror qildi. Alloh subhanahu va taolo bularga bu jinoyatning sirini, tepishmaqini echib berishni talab qilish uchun va bularni qotilga boshlab qo'yish uchun Musa alayhisolamning qashqa panoh qildi. Shuning bilan Alloh subhanahu va taolodan buyruq keldi, ya'ni bir kala bo'g'izlanglar deb. Agar ular qanday kaladan birini bo'g'izlagan bo'lsa, masala tugaydi. Lekin bular uning rangi nima, uning shakli nima, qanday kala u bu deb o'z vaqtida oldingi darslarda biz bayon qildik-ki, depadik sizlarga. Shu shaklda bular da'vati gapni uzatib Hatta en ahırda eliq yaxshi adam Allah'ның qışida balası çoğun boğanğa kadar amanat koygan heliq kalının qışqa deb keldi. Bular bunu setib aldı, boğuz dedi. Allah ularni aşu kalının partisi bilan heliq ölükni uruşqa buyurdi. Yani ölükni boğuzlangan kalını boğuzlab, qanlari eqib, o kalı ölüp ketib bo'lgandan keyin go'shtini azroq kesib akilib, ölükni uruşqa buyurdi. Endi bu yerda mushu qissada ajoyib bir ish bor. Belki oylamagan bo'lishi mumkin yoki o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Nimda bu tirgisi shaqida tirgizib ular ko'z oldida bo'lgandan keyin o'lik qotilisini deb qis buldi. Nimda u kalini o'ttirib, uning bir parchasidan uni urib degandek bir mo'nt ishlarni qildi deyishinglar mumkin. Ya'ni bu qissadagi bir buyuklikka, bir ajoyiblikqa diqqat qilish kerak, qarash kerak. O'likning bir parchasi bilan yana bir o'lik urildi, ammo tirildi. Demek bu yerdeki meseleni Allah subhanahu wa ta'ala bularni mengü shak qilmaydigan şekilde o'rinlashtirgan, hazırlagan. Agar Allah uni ash kalının bir parchasi bilan umasdan turgizgan bo'lsa, madem Musa alayhisalom degan bo'lsa, Musa alayhisalom duo qilib o'shaq qilib, ondan qopib, meni falan o'ltirib deb meni qaytinayotgan bo'lsa, nima deydi ular? Yo bu o'lmabdi deyishgan bo'ladi ular. Yo o'lmabdi ekan, bu ushun ketibdi ekan bu deyishgan bo'ladi. Bunda hayot bor ekan, bu ushun ketgandek o'sha kapti deyishi mumkin-di, lekin masala unda olmaydi. Lekin Alloh bu yerda bularni bir kala bo'g'izlashga buyurdi. Kala o'lganga qadar, kalani unda bo'g'izlagandagi keyin o'ldi kala. Buluşqa nima ish qilsa Allohning qudratiga nisbatan iymoniy bir darsdi. O'ldi u kala, kalaning bir parchasini akilib o'g'andan keyin bu tirildi. Tabiiy tirilmadi u. Bu masalalar yana bu yerda. Çünkü Banu İsrail maddi en küçük adamlar bulup şu maddi gışındaki adamlar. Bu noktadan hem narsini ameli, real sebepke bağlap tutuşanımız bulmaydı bular. Akal öldürmeylem Allah onu şaktırgızgen bolsa, o uşun ketken emiken o bu. Uşun gitip oğan keyin tirilip ya uşun kep ondan kopaptı bu. Nerede tirilişi da divelişi mümkün. Bunu bir munca jarayanını başına ötkazdi. Kaladın birini tapdı, kalını öttedi, kalının parçasıyla anlaken bunu udu. Demek her bir iş aynı şekilde göz aldıda muayyen bir sebeplerle yüz verdi. Muayyen sebepki bağlap yüz verdi. Onun tirilip üzerinin katilini depreşini kalının bir parçasına ekleyip uruşku bağlap koydu. Bunu Mevla'nı yeni olamaydıgan bir halatga ekip koydu. Kendine kaytiş, yeni veliş, ya ki başka gap tepiş yollarını kesti bulanınki. Yani bular kalının bir parçaya bir neç parçasını elip qatilni o'ltirilgan odamni urdi. Buni buyurdi. Bu tirilib o'zining qatilining ismini so'zlab, undan keyin Alloh uni undagini qaytadan o'ltirdi, jannatga oldi. Bu shaklda tugadi bu voqelik. Undan keyin voqelikning oxirida Alloh subhanahu va taolo deydi: "Kazalika yuhyillohul mauta va yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun." Mana yuqoridagi o'xshash ko'rdinglar-ku, amaliyat o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar-ku, Alloh o'liklarni tirgizdi, sizlarga o'zining pokitlarini ko'rsatdi
la'allakum ta'qilun. Belki sizlar mush orqali aql hushunni teyip qilishinglar mumkin, tushunishinglar mumkin masalani. Ya'ni Banu İsrail o'zi hayot holati turib, ko'z oldida, ko'z ochib turib, Alloh subhanahu va taolaning o'liklarni qanday turgizganligini ko'rish uchun inson hayotlik sababi bilan davomliq hayot qolmaydiganligini bilish uchun, hayotlik sababini bir odam tinib manganlik uchun, tamoq yeganlik uchun yoki o'zini bir hayot qilishning model bilan ta'minlab turganlik uchun hayot qolmaydi. Insonning hayot qilishi hayotlikning yaratquchisi bo'lgan, musabbib bo'lgan Allohning irodasi bilan. Yani o olsun kun feyakun degan sözüde an hayat kıldıqanlıqı. Allah tirildi tirildiqanlıqı, ölçüldüqanlıqı. Mahiyette meseleler sebepki bağlandığımın əmeliyyətdə meselenin tek yıldızı Allah'ın kun feyakun sözüge bağlıq ekenlikini bula göz koyuş üçün bulatqan hadisiler. Endi şunda hadisler yüz bergendiğin ki Banu İsrail'in kömegen demesi kanlıdı. Bula denizden öttü, denizden şaqqıda iki yerilgini köydü bula tağdek iki eqinning o'tirdiğini qupquruq dengizning tigi layim emas dehat qupquruq holatda o'tdi. Tarixda bularni yengenmaymiz deb yengish ularning mag'lub bo'lishi, halok bo'lishi tushugimi kirmaydigan Fir'avnning kuchli qo'shinining ko'z oldida dengizga g'arq bo'lganini ko'rdi. Undan keyin bu sahroda bir cho'llarda osmondan manni salvaning tushganligini ko'rdi. Bir taştın 12 qabilaga 12 dona suvning etilib chiqib, bular suv bilan ta'minlaganligini ko'rdi. Amaliyotda taşdan suv chiqmaydi. Ondan keyin mushu voqelik mana aynı şekilde bir ölüptün birinin o'rnidan qopib tirilib palonimini o'tadi deb so'zlab, ondan keyin qaytadan yana o'lib ketishi. Bu masala hayot odam ko'radigan masala emas asli. Buni ko'rdi. Bu ishlar bilan Banu İsrailning qalbi yumshab bir narsa o'tkazildi. Allah qo'ygan bularning iymoni kuchayib ketdi. Lekin masala aksicha bo'ldi. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Shundan keyin sizlarning qalbinglar qitib ketdi deydi. Toshga o'xshash yoki toshdan qattiq. Toshlarning ishidimi? Etilib, o'stanglar etilib chiqadiganlari va yerilib suv chiqadiganlari va Allah'tan qo'rqib tushib ketadiganlari va egizdan. Allah sizlar qilayotgan ishni g'afil emas deyapti Qur'on. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bu yerda qalbni sifatladi. Bularning qalbini tilga oldi-da. Yani Allah qalblarni tilga olgan vaqtida qalbni qetib ketdi deb sifatlagan vaqtida sizlarning nufusinglar dedi. Nufusga ruhiyat dunyosini ko'rsatdi. Ammo bu yerda qulubukum dedi. Qalb demişki qalb insondagi mehr shafqat, rahmat, mehribonlikning o'rni qalb bo'ladi. Biz qalbni Allohni ko'p asaydigan shunda qilsaqlam qalb rahmatga, mehr shafqatga tushidi. Hayotning butun masalalarini, qiyinchiliklarini kesadigan a'zo birdan bir a'zo qalb. Qalb ishonch bilan, iymon bilan avot bo'lgan vaqtida butun a'zolarda iymonning bir izi bo'ladi. İmanның bir xemir turuvchi pogisi bo'ladi. Qalbdagi iymon hamma a'zolarga boradi. Biz iymonning quvvati, qudrati, qalbning iymonga bo'lgan kengirchiligi, qudrati, quvvatini bilishimiz uchun, qalbni iymonni o'ziga elish doirasini bilishimiz uchun Alloh subhanahu va taolo bu hukmni o'zining aziz kitobi bo'lgan Qur'oni Karimda tilga olib, Sura Zumarning 23-oyatida mundaq deydi. Allohu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah zalika hudallah yahdi bihi man yasha wa man yudlilullahu fama lahu min had. Yani Qur'oni Karimdan Allah'tan qo'rqadiganlarning tirilari titrab ketdi. Qalbi titrab ketdi bularning, qalbi yumshaydi bularningki. Mana buni Qur'oni Karim tilga oldi. Masala qalbdan boshlanadi. Qur'ondan qo'rqish yoki Qur'onga parvo qilmaslik masalasi qalbdan boshlanadi. Mana yuqoridagi oyatdagidek tirilar, insonning tirisi do'zax bilan ogohlantirishning qo'rqinchidan titraydi. Qur'oni Karim tilga olgan mazmunlarni o'qish bilan titraydi u.
ondan keyin rahmat keladi. Titrab, ondan keyin rahmat keladi. Mana bu holatda tirilam yumashmaydi. Qalblar yumashish kerak. Nima uchun qalb yumashaydi? Chunki qalb dal badanning butun a'zolariga iymoniy qarashni beradigan qalb. Şu aldı bilen bizde qanday yaxshilik ko'ralsa, badandagi ne ko'zimiz yosh to'ksimi, masalan, chiroyimiz o'ngsimi Allohdan qo'rqib, tirlarimiz titrisimi, mushu ishlarning hammasining avvalgi manbasi qalb. Qalbda o'zgarish bo'lgandan keyin ammo a'zolarda o'zgarish bo'ladi. Chunki qalb butun badanga yaxshilik vasimi beradigan, yomonlik vasimi beradigan bir a'zo. Yani birinci mənbə əza. Bu vaxtda Peyğəmbər əleyhissalam deydi: "Ələ və innə fil cəsədə mudğa." Şuna diqqət qılınlar ki, insan bədənində bir əza var. Bir kiçikkini göşdün birisi var. Muşu göş yaxşı olsa, bütün bədən yaxşılanıb kötüdür. Muşu göş buzulsa, bütün bədən buzuludur. O olsa mı qalb. Yani insanın mərkəzi kontrol organı yürək, yani qalb. Qalbin qanda ideyaga to'lsa, qo'ling, ko'zing, tiling, quloqing hammasi shu xil harakat qiladi. Qalbing qatsa, bularni qatidi, qalbing yumshasa, bularni yumshaydi. Qalbing yomon ishlarga to'lsa, anglaydigining yomon bo'ladi, ko'radigining yomon bo'ladi, so'zlaydigining yomon bo'ladi, qiladigining yomon bo'ladi, mangadigining yomon bo'ladi. Aksicha bo'lgan vaqtida qalbing yaxshilarga to'lsa, anglaydigining yaxshi ish, yaxshi gap yo'q. Ko'radigining yaxshi ish, so'zlaydigining yaxshi ish, tutadigining yaxshi ish, mangadigining yaxshi ish bo'ladi. Bu qadar. Demak, qalb nima desa, jazmiyatning manbasi, ishonchning manbasi, iymonning manbasi bo'ladi. Ya'ni shundaqla qalbdagi iymon, yuqoridagidek bo'lgandek, iymon qalbda bo'lgandek, qattiqlik, kufrlik deganmi ham qalbda bo'ladi. Qalb Allohning zikrini unutgan vaqtida qattiq ish. Nimishqa? Chunki u mush hayot dunyodan boshqa hayot yo'q, moddadan boshqa hayot yo'q deb o'ylaydi. Unda o'gandan bu hayot dunyodan, bu moddadan o'zi qilolgan darajada, eng yuqori qilolgan darajada bir narsaga erishmoqchi bo'ladi. Qaysi yo'ldan bo'lsin bir narsaga erishmoqchi bo'ladi. Unda o'gandan keyin zo'rlab erishmoqchi bo'lgan narsaga nima yuz berdi desa, zulm, haddidan eshish, ojizlarning haqqini elib va lish bilan erishadi uningga. Boshqa shaklda erishamaydi. Chunki uning nazarida, o qalbning nazarida ko'rayotgan mushu hayot shu, erishadigan mushu hayot shu, bundan boshqa hayot yo'q, mushu moddadan boshqa narsa yo'q, tirilish yo'q. Unda o'gandan keyin u bir narsaga erishish kerak. Boshqalar erishayotgandan erishish kerak. Boshqalar yeyotgandan yeyish kerak u. Unda o'gandan keyin uni zo'lab oparadi o'zini. To'g'ri yo'llar bilan opolmaydi. Shuni bilan bu yerda zulm shakllanadi, haddidan esh shakllanadi, boshqalarning haq huquqi shakllanadi. Ondan keyin bunga erishgandan keyin texmi haddidan oshadi. Chunki bu uning hayotimi, bu qalbning hayotining chekimi shu. Undan boshqa hech narsa yo'q. Qalb agar bu ideya kelib qolsa, bu qadar ahvol yuz beradi. Ammo uning aksi bo'lib qolsa, qalbning nazarida ma dunyo bir imtihon dunyosi, o'tib ketadigan o'tkinchi dunyo, bu qalbning erishadigan yana bir narsa bor kelgusida deydigan bir ideya bo'lganida qalb shuning harakat qiladi. Unda ochko'z qalb mening butun erishadiganim mush dunyo, ko'z oldimdagi hayot mush dunyo, bundan boshqa hayot yo'q deydigan bu qalb oldida ochliqdan o'layotgan bir insonni ko'rsimi, uningga bir burda non bermaydi. Demak, iymon qalbdan chiqib ketgan vaqtida qalbdan rahmat billa chiqib ketadi, butun badan a'zolarining iymoni billa chiqib ketadi. Qo'ldagi iymon ifodasi, iymon qarashlarimi chiqib ketadi-da, qo'l o'g'irlikqa suniladi, haromga suniladi. Ko'zdagi iymon nuri chiqib ketadi, ko'z Alloh harom qilganga qaraydi. Putdagi iymon nuri, iymon qarashi chiqib ketadi. Bu put masjidga mengu mangmaydi, balki qavoqxonaga o'g'irlikqa mangadi. Chunki biz yuqorida deganimizdek, qalb badandagi iymonning bir ombasi, to'planadigan joyi. Butun organlarga iymon qalbdan tarqaydi. Qalb buzildimi, boshqa yerdan qaytib keladi hammasi. Endi bu gap nereden chiqib qoldi desa, bugungi darsimizda Alloh subhanahu va taolo qalblarni qattiq, sizlarning qalbinglar shunday ekan, qattiq qaytib ketdi dedi-da.
Chunki qalb qatdimi boshqa ishlar buzildi degan gap. Mushu vaqtdan da'vatimiz biz. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bularning qalbining qattiqligini o'xshityotdi. Da'vatdiki fahiya kal hijara. Bu qalbinglar toshga o'xshash bo'lib ketdi. Balki toshdanmi qattiq bo'lib ketdi da'vatdi. Bilimiz tosh degan bizning hissiy a'zolarimizdan bilalaydigan, tuyg'u a'zolarimiz bilalaydigan bir qattiq narsa. Uni tutsaqlar biladi. Biz buni bilamiz, buni ma'luflarni bizga tunishliq bu. Banu Isroil tunishliq toshning qattiqligini hammadan biladi. Chunki Banu Isroilning tosh bilan sahroda ezib ketgan vaqtda cho'ng bir nimasi va musofasi va birga o'tkazgan musofasi va toshga o'da suv chiqdi dedik ya, bularning toshlar o'tkazgan bir davr va yana. Demak, bilamiz bu toshning masalasini biz. Ya'ni bular suvga vaqtida Musa alayhisalom taşni o'zining tayoq bilan hassa bilan uratdi, suv chiqardi. Bu qadar biladi toshning qattiqligi ekanligini. Endi Alloh subhanahu va taolo ularni shuningga qartyotdi bularning diqqatini. Ya'ni aslida bularning qalblari yumishishi kerak edi. Nozik bo'lishi kerak edi. Hattoki toshning qattiqligida bo'lib ketgan qalb bo'lsa-mu, ko'rgan mo'jizalar, beshdan o'tgan ishlar, bular biz o'tgan jarayonlar bularning qalbini yumshatib o'tish kerakdi. Lekin bularning qalbi ma qattiqlik darajasini o'tib ketdi-da. Toshning qattiqligi bilan bo'lmasdan, toshning qattiqligida balki uni eshib ketdi. Toshdan eshib ketdi. Aslida toshda qattiq qalb bo'lsa-mu, ma yurak. Yuragi toshda qattiq bo'lsa-mu, ko'rgan ahvollarni yumish kerakdi. Ammo bularning aksicha u yumishmasdan eshib ketdi u. Ama qanday olgan chaqda qalblar toshdan qattiq bo'ladi. Sen qalbning moddasining yumshoqligiga qarama. Masalan, o yurakning gushi yoki narsa emas, o yumshoq bo'ladi hammadamda. Ammo uning o'z xizmatini qanday o'rinlaydiganligiga qarashing kerak. Yurakning qattiqligi u uning ifodalanadi uni bilan. Bilimiz ta qattiq. Chunki uning qattiqligi lozim, qattiq bo'lish kerak u. Chunki ma tog'ning vazifasi zamonga qo'ziq bo'lish kerak, kuchli bo'lish kerak, qattiq bo'lish kerak u. Ammo ma qattiqlik yurakda kerak emas. Uning vazifasi emas, yurak qattiq bo'lmasa bo'ladi. Banu Isroilning yuragi dal tog'dinmi qattiq bo'lib ketdi. Qalbdagi asl talab qilinadigan yumshoqlikda, toshdagi talab qilinadigan qattiqlikda. Har sifat ma'lum maxluq uchun yaratiladi. O'zining ma'lum bir xizmati uchun talab qilinadi har qanday sifat. Qattiq bo'lish kerak narsalar va temir chuqum qattiq bo'lish kerak. Paxta yumshoq bo'lish kerak, qalb yumshoq bo'lish kerak. Lekin Banu Isroilning qattiq bo'lib ketdi. Ilmak desak maymoq bo'lish kerak-ku. Chunki maymoqlik ilmakning o'zining xizmatini eng mukammal shaklda ado qiladigan bir sifat. Agar ilmak maymoq bo'lmasa, o'zining xizmatini ado qila olmaydi u ilmak. Shu ilmakning maymoqligi buning xizmatini ado qilishning to'g'ri yo'li shu. Qalb buzilgan vaqtda, o'z xizmatidan chiqqan vaqtda toshdan qattiq bo'lib ketadi. O'zining xizmatining tamom aksi bo'yicha bo'ladi vaqt. Chunki qalbning xizmati yumshoqlik, mehribonlik, kuyinish bu qalbning xizmatida. Qattiq bo'lgan vaqtda uning xizmatining tam aksi bo'lgan bo'ladi bu. Allah subhanahu va taolo oyatning oxirida deydi: "Va inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar va inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma." Ya'ni toshlarning ichidanmi sular, ya'ni o'stanglar itilib chiqadiganlari va tosh o'zi yerilib suv chiqadiganlari va deydi. Ya'ni Allah subhanahu va taolo bu yerda ularga toshda bo'lgan rahmatni ko'rgan bir holatni eslatib o'tadi. Chunki bular ko'rdi emasmi? Musa alayhisalom o'zining osti bilan uyg'on vaqtida toshdan buloqlar etilib chiqdi-ku. Bu o'z ko'zi bilan ko'rgan bir hissiy, amaliy o'zi ko'rgan bir ishlardi. Bularga buni asla ko'rdinglarmi? Toshni qattiq deymiz. Toshmi yerilib suv chiqib o'tadi. Davotdagi rahmat toshqimi yetdi. Toshmi yerilib, o'stanglar etilib chiqib o'tadi, sular chiqib o'tadi. Va inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Allohdan qo'rqib tushib ketadiganlar va demak, toshqimi yumshoqlik rahmat yetadi-yu, undan suv chiqadi. Ammo sizning qalbingizga qattiq ketib ketgan vaqtida uning hech yumshoqlik, hech rahmat yetmas. Mengu yumshamas, mengu bo'ysunmas o qalb deydi. Sizlarning qalbingizlar bu qadar deydi. Allah subhanahu va taolo sizlarga Tavrotni tushirib berdi. Sizlarga o'z fazli, rahmati, sitrisi, ko'p mag'firatini berdi. Bu yerda aslida buluşqa tegishlikki, sizning qalbinglar Allohni aslab yumish kerak edi. Ammo masala aksi bo'lib qoldi. Sizlar shuncha ishlarni ko'rib turib,
mijazanlar ta'tirga mangdasizlarni deydi. Ham mush oyatda bir ikki ish bor. Birisi o'stan etilib chiqadi deydi toshdan. Yana birisidan tosh o'zi yerilib suv chiqadi deydi. Bu yerdagi farq nima? Ya'ni toshdan o'stanlarning etilib chiqishi bilan toshning yerilib ichidan suv chiqishining o'tirdagi farq nima desa, toshlar yerilib bundan suv chiqqan vaqtida biz ehtiyojimizni elish uchun suvning qashiga boramiz. Ammo toshdan o'stanlar etilib chiqqan vaqtda suv bizning qashimizga keladi, biz o'z o'rnimizda tursak. Farq sen berib oladigan ne'mat bilan san keladigan ne'mat shunchalik boshqa farq yo'q. Endi Allohdan qo'rqib tosh tushib ketadi dedi bayatdan oyatda. Bu nima desa, haliqi Alloh subhanahu va taolo taqqa o'zini oshkorlagan vaqtda o'z nurini tog'ni parcha-parcha tüptüz qilyapti ya portlab, ashuni demakchi yani. Yani sura Arabda 143-oyatda biz oldingi darslarda so'zlab o'tgan falamma tajalla robbuhu lil jabal ja'alahu dakka va kharra Musa sa'iqa deb Alloh Robbi Musaning Robbi deyapti. Musaning Robbi taqqa o'zini shunda oshkor qilib edi. Tog' balan parcha bo'lib ketdi, kum bo'lib ketdi, tüptüz bo'lib ketdi. Musa alayhisalom o'shini gitib yiqildi, ashuni deyapti yani. Yani Alloh subhanahu va taolo bularga her ishni asl tuvatidi. Tog'ning Alloh subhanahu va taolo taqqizni oshkor qilgan vaqtida qandoq tushib, Allohdan qo'rqib qandoq gumron bo'lib ketganligini, tüptüz bo'lib ketganligini bularga asl tuvatidi. Demak, Mavloga berilgan misollarni Alloh subhanahu va taolo boshqalarga yuz bergan ishlardan berayotmaydi, ammo ularning o'ziga yuz bergan ishlardan misol beryotidi. Yuqorida tilg'aganning hammasi mushlarning o'ziga yuz bergan ishlar. Taşlarning yerilishi, tog'larning tap-tuzlanib, o'lib, gumburlib tushib ketishi, mushlarning hammasi mushlarga yuz bergan ishlar. Buni ko'rdinglarmi? Taşlar mushtar bo'ladi. Sizlarning qalbinglar unda bo'lmayotidi. Shuncha ishlarni ko'rdinglar sizlar. Demidi bir şey. Ko'rdi ular. Dengizda yerildi demidi hech kim ularga hikoya o'qib bermadi. Dengizdan o'tdi bular amaliy. Osmondan tushganini ko'rdi bular. Toshdan suv chiqqanini ko'rdi bular. Toshdan suv chiqqanini ko'rdi. Tog'ning o'lib ketganini ko'rdi bular. Bugungi oyatimiz tilga olingandek o'likning tirilganini ko'rdi bular. Mushlarning hammani ko'rgandan keyin yana bularning ahvolida o'zgarish yo'q, balki ta'tirsiga, aksiga o'zgarganki Alloh bularga birdan bir asl tuvatdi bularning amaliy beshini o'tkazgan ishlarni. Va mallohu bighafilin amma ta'malun. Yani şunu bilip qolinglarki, shuncha ishlar o'tdi, ammo sizlar o'zgarmayapsizlar. Shuni bilib qolinglarki, Alloh subhanahu va taolodan hech narsa yo'qolib ketmaydi. Sizlar qilayotgan ishning hammani biladi. Sizlar Allohga qiyomat kunisi uchraysizlar. Allohning rahmati mag'firatiga muhtoj. Qalbinglarni unchalar qetib ketadigan qilmanglar. Alloh sizlarning rahmatini qo'g'lamasin. Sizlarning qalbinglar Allohning zikridan xoli qolmasin deb eng oxirgi oyatda Alloh bularni eskartib Vallohu bighafilin amma ta'malun. Alloh sizlar qilayotgan ishlardan g'afil emas. O'zinglarni bilinglar, kelgusida uchraydiganinglar va birib to'xtaydigan yeringlar deb eskartib. Şunu bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. İnşallah darsning davomini kelasi soatlik darsda davomlashtiramiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.